Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Sizlarni YouTube kanalida 3-darslikni ko'rib turganimdan xursandman. Avvalambor vaqt ajratib, shu darslikda nimadir o'rganaman deb kirganinglarga rahmat va o'ylaymanki, bu darslikni ko'pchilik kutdi. Bu darslik, Xudo xolisa, ko'pchilik uchun ancha foydali bo'ladi. Sababi kvartli teoriya, kvartli teoriyani ya'ni bir ildizi bo'lgan darslik, ildizi bo'lgan bu tema va shu haqida Xudo xolisa sizlar bilan gaplashib o'tmoqchi edim. 3-darslikda biza aytdik, sequential SMT'ni, ya'ni turlari haqida gaplashamiz va stage'lar haqida. To'g'rimi? Ya'ni types and stages for sequential SMT. Mana shu narsani bilsanglar, Xudo xolisa 50% hal degani. Boshqa bunaqa nima deydi, qanaqadir magic narsa kerak emas bu yerda. Faqatgina backtest va o'zinglarni ustinglarda ishlasanglar, o'ylaymanki ko'p nima deydi, karta ochiladi. Hop, o'zi bu darslikni bermoqchi emas edim, ya'ni YouTube'ga chiqarmoqchi emas edim, lekin shu narsaga amin bo'ldimki, odam o'zi o'rganmasa, men masalan hamma narsani bersanglar, hamma kartani ochib bersanglar ham, odamni o'zida bo'lmasa foydasi yo'q ekan. Men kurs to'lab, kursga pul to'lab o'qitib, nima deydi, hamma ma'lumotni olgani bilan o'z ustida ishlamasa, bu nolga teng ekan. Agarda misol sizlar ham bu darslikni ko'rib turib o'zinglarni ustinglarda ishlamasanglar, ishoninglar, ketgan vaqtinglar nolga teng. Ya'ni prosta uvol bo'lgani qoladi xolos. O'shaning uchun bu darsni chiqarishga qaror qildim. Sababi ko'pchilik o'sha qiziqib boryapti kvartli teoriyaga. Bu narsa sizlarga o'sha aytganimdek ko'proq confirmation beradi, bozorga qarashga, nima deydi, bozorga qarashinglarni o'zgartiradi va perfection beradi, ya'ni olayotgan treydinglarni Xudo xolisa ancha kamaytiradi, lekin profitable trade'laringlarni Xudo xolisa ko'paytirib beradi. Bu hafta juda ham yaxshi boshlandi. Dushanba kuni va seshanba kuni faqatgina pastga qarab market yurishni boshladi. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. O'sha haqida sizlar bilan gaplashamiz, Xudo xolisa. Birinchi temamiz sizlar bilan, ya'ni types of sequential SMT. To'g'ri? Bu ya'ni turlari degani. Sequential SMT turlari. Biz bilamiz, regular, ya'ni odatiy sequential SMT'miz bor. Hidden sequential SMT'miz bor. Ya'ni intermarket sequential SMT'miz bor. Regular sequential SMT bu marketdagi cracking correlation, ya'ni korrelyatsiyadagi buzilish. O'zinglarga savol beringlar, nimaga marketda korrelyatsiya bor? Korrelyatsiya buzilgani sababli market o'zini yo'nalishini o'zgartiradi. Bu narsani qachondan beri mana shu kanalga tashlab, masalan trade olib, o'sha tradelarni tashlab isbotlab kelaman. Ya'ni shu narsaga odamlarni ishonishini xohlardim. Ya'ni korrelyatsiya buzilgandan keyingina market o'zini yo'nalishini o'zgartiradi. Va tushuncha borki, time and price, to'g'rimi? Price and time emas, ya'ni narx va vaqt emasda, vaqt va narx. Qachonki vaqti kelgandagina narx o'zini yo'nalishini o'zgartiradi. Tushunasizlar? Narx
o'zini yo'nalishini o'zgartirgandan keyin vaqt kelmaydi hech qachon. Vaqt har doim birinchi o'rinda bo'ladi. Oddiy sequential SMT'miz, ya'ni regular sequential SMT deb aytiladi. Masalaga hozir tushuncha berib ketaman va bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Regular sequential SMT. Hidden sequential SMT bor. Bu ya'ni so'zma-so'z tarjima qilganda berkitilgan sequential SMT hisoblanadi. Ya'ni berkilgan desak ham bo'ladi. Aynan shu narsa hidden sequential SMT deb aytiladi. Bu nima? Masalan, o'zi biz bilamiz, o'sha sequential SMT haqidagi darsda qachonki narx bitta cycle tepasida o'tib yopilsagina bu sequential SMT hisoblanadi, to'g'rimi? Lekin shunaqa vaqtlar bo'ladi. Masalan, bitta cycleda tepasiga bizib turib sequential SMT hosil bo'ladi. Ya'ni hamma parada, uchala parada previous, ya'ni oldingi cycle high'ini bizib, ya'ni bizilgandagina sequential SMT holatini ham ko'ramiz. Bu qachon hosil bo'ladi? Ya'niki faqatgina wick berib tanalari orasida hosil bo'ladigan sequential SMT. Intermarket sequential SMT bor. Intermarket sequential SMT bu marketlar aro hosil bo'ladigan sequential SMT. Bu narsani, bu infoni hamma joyda ham topib bo'lmaysizlar. O'shaning uchun harakat qilinglar tushunishga va o'zingizlar ustingizda ishlashga. Bu intermarket sequential SMT, masalan, aytaylik, bizda har xil marketlar bor, to'g'rimi? Forex market bor. Shuni yozib qo'yaman. Index market bor. Bond market bor. Kripto market bor. Bular hammasi bir-biriga bog'liq. Tushunasizlar? Bular bir-biriga bog'liq. Masalan, aytaylik, forex market bilan index market orasida sequential SMT bo'lishi mumkin. Index market bilan bond market orasida sequential SMT bo'lishi mumkin. Index market bilan kripto market orasida sequential SMT bo'lishi mumkin. Bu intermarket sequential SMT deb aytiladi. Bu faqatgina masalan index marketni o'zida sequential SMT yo'q. Masalan, uchinchi sizlarni nimalar, korrelyatsiya paranglar, deylik, forex market bo'lishi mumkin. Tushunasizlar? Qachonki dollar indeks tepaga qarab yursa, indeks market pastga qarab yuradi. Va shu bois, ya'ni yevro va pound tepaga qarab yuradigan bo'lsa, indeks ham tepaga qarab yurishi kerak. Biza o'tadigan, ya'ni sizlarga bermoqchi bo'lgan tushuncham aynan mana shulardan iborat edi. Keling, bitta mashinani ko'rib chiqaylik. Va xudo xohlasa o'zingizlar ustingizda ishlasanglar, bu yog'iga masalan shu temada planim bor, ya'ni market review qilishlar, yana ham ko'proq ma'lumotlar berish, video shunaqa darsliklar chiqarish planim bor, xudo xohlasa. Xo'p. Birinchisidan boshlaymiz, ya'ni regular sequential SMT. Regular sequential SMT aytaylik, mana shu joyga e'tibor beramiz. Ya'ni bu hafta hosil bo'lgan sequential SMTdan example olib o'tamiz darslik. Xo'p. Regular sequential SMT bu nima? Bu aytaylik, mana shu 3 ta para orasida hosil bo'ladigan sequential SMT va bu sequential SMT albatta bizga previous cycle highest high'ini liniya tortib qo'yaman, ko'rinayotgan bo'lsa, highest high'idan o'tib yopilgandagina confirmation beradi. Endi qaranglar. Qachon narx tushishni boshladi?
qachonki narx juma kuni highest high'idan tepaga o'tib yopilgandagina va boshqa asset juma kuni high'idan pastda yopilgandagina уже bizaga confirmation beryapti narx pastga qarab yurish kerakligini. Tushunyapsizlar? Aynan aytaylik NASDAQda tepaga o'tib yopilmasdan aynan mana shu oq candle oldin qora candledan keyin narx pastga qarab tushmayapti. Определенно mana shu high'ga bizib tepada o'tgandan keyingina narx o'zini yo'nalishini o'zgartirib dalash pastga qarab ketyapti. Bu regular sequential SMT aytiladi. Tushunyapsizlar? Oddiygina SMT aytaylik, bunaqa chuqur o'ylab olish shart emas, chuqur qabul qilish shart emas. Oddiygina sequential SMT. Ya'ni previous cycle'da tepasida o'tib yopilgandagina confirmation berilgani hosil bo'ladi. Hidden sequential SMT aytaylik, mana bu yerda tayyorlab qo'ydim. Masalan, narx dushanba kuni tepasiga dushanba kuni bizib o'tdi, to'g'rimi? Example sifatida aytaman. Dushanba kuni tepasida bizib o'tdi, lekin yopilgani yo'q. Mana yopilmadi tepada. Bu yoqda ham xuddi shu holat. Dushanba kuni tepasini bizdi, lekin pastda yopildi. Bu holat, ya'ni regular sequential SMT ga qaraganda bizib o'tmasdan, ya'ni bizib o'tadi, weak damage beradi marketga, lekin tanalari o'zini so'zini aytadi. Narx pastga qarab kuchli tushishni boshladi. Hidden cycle sequential SMT bu faqat tanalari orasida hosil bo'ladigan sequential SMT. Buni oson yo'li weeklarni olib tashlaydigan bo'lsak, hamma narsa уже ayon bo'ladi. Mana. Tushunyapsizlar? Lower low, high and high. Va narx pastga qarab tushishda davom etdi. Aynan shu narsa bizda hidden sequential SMT deb aytiladi. Endi intermarket sequential SMT bu marketlar aro hosil bo'ladigan sequential SMT. Bunaqa holatda intermarket sequential SMT qachon qidiramiz? Qachonki sizlarda sequential SMT yo'q, operational masalan index marketda sizlarda sequential SMT yo'q. Bunga misol tariqasida aynan dushanba kungi bo'lgan holatda tushuntirmoqchiman. E'tibor beramiz, London high'idan New York sessiyasi kirib kelganda uchala asset tepaga o'tib yopildi. Uchala assetda. To'g'rimi? Bu sequential SMT bo'ladimi? Yo'q. Hidden cycle sequential SMT bo'ladimi? Yo'q. Sababi har bitta asset tepaga o'tib, previous cycle tepasiga o'tib yopilgan, bizib tepada yopilgan. Endi qachon biz qo'llaymiz intermarket sequential SMT? Aynan shunaqa holatlarda sizlarda sequential SMT yo'qmi? 4-chi parani qo'ysak, hammasi oydinlashadi. Aytganimdek, qani? Mana. Index market, bond market, crypto forex qo'yib ko'rsanglar bo'ladi. Hammasini, masalan, sequential SMT yo'qmi? Shular orasida sequential SMT ko'rsanglar, ya'ni aynan o'sha sequential SMT valid hisoblanadi. Bunaqa holatda intermarket sequential SMT qo'llash uchun, masalan,
Index market va bond marketni qo'yib ko'ramiz. Bond marketda bond market shuni qo'ysak, mana 5-year T-note futures bond marketlarni nimasi bu mm, nomlanishi. Bond marketni qo'yadigan bo'lsak, qachonki bizda indeks marketlarida New York sessiyasi boshlanganida tepaga o'tib bizib yopilgan, lekin intermarket sequential ascendingni qo'llaydigan bo'lsak, bond marketda buni nazoratini ko'ramiz. Ya'ni tepaga o'tib ham yopilmagan, biz olmagan. Va bu bizaga confirmation, ya'ni New York sessiyasida biza sell qidirsak bo'ladi. Agarda pastda bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holat buy qidirsak bo'ladi. Tushunasizlar? Ana shu narsa intermarket sequential ascending aytiladi. Faqat bondmi? Yo'q. Xohlasanglar, forex marketni qo'ysanglar bo'ladi. Bu narsani endi nima deydi, buni aytganim bilan o'rganib qolinmaydi. Albatta shu aytganimdek o'zinglarni ustinglarda ishlasanglar, backtest qilsanglar, note taking qilsanglar, aynan o'shandagina aha moment deydiku, shuni yetish уже davriga yetib kelasiz. Ungacham foydasi yo'q. Faqatgina video ko'rish bilan bilim olib bo'lmaydi. Harakat qilish kerak, o'rganish kerak, o'zinglarni ustinglarda ishlashinglar kerak. Aynan shu yerdan narx pastga qarab yurishni boshladi. Hop. Sequential SMT turlarini bilib oldik. Regular sequential SMT, hidden cycle sequential SMT va intermarket sequential SMT. To'g'rimi? Aynan mana shular muhim. Aynan shular muhim. Endi sizlar bilan yana ham zo'roq temaga kiramiz. Ya'ni sequential SMT'ni stage'lari. Stage'lari deganda nimani nazarda tutamiz? Bizda masalan track in correlation ko'radigan bo'lsanglar, marketdagi korrelatsiyadagi buzilish holatini. Aynan shu narsa sizlarga biasni beradi. To'g'ri? Masalan, weekly cycle sequential SMT ko'rdikmi? Hafta mobaynida nima bo'lishini aytib beradi. Faqatgina bitta sequential SMT ko'rish yetarlimi degan savol keladi mana shu joyda. Bitta dona sequential SMT bizani trade olishimizga yetarlimi? Yo'q. Javob yo'q. Aynan o'sha uchun bizaga yordamga stage keladi. Ya'ni stage deganda nimani nazarda tutyapman? Aytaylik, sizlar weekly cycle sequential SMT ko'rdinglar. Bu weekly bo'ladimi, monthly bo'ladimi, daily bo'ladimi? Yordamchi sequential SMT siz bir donagina SMT bu foydasiz. Tushunasizlar? Bu bilan trade qilish juda xavfli. Qachonki PSP bo'lmasa. Hop. Example sifatida masalan weekly cycle sequential SMT ko'rdinglarmi? Bu stage 1 ga kiradi. Va undan keyingi qiladigan ishinglar masalan daily cycle sequential SMT bo'ladi. Bu stage 2 ga kiradi. Tushunasizlar? Aytaylik weekly cycle.
weekly cycle bo'ldimi, sizlar naоборот pastga qarab tushishni boshlaysizlar. Daily cycle'ga tushasizlar. Daily cycle'da bo'lmadimi? 90 minutli cycle sequential SMT. Bu narsani men nima bilan tushuntirsam bo'ladi? Masalan, monthly cycle sequential SMT ko'rdinglar, haftalar orasida aytaylik 4 soatli time frame yoki 6 soatli time frameda sequential SMT paydo bo'ldi. Bu sizlarga уже bias beradi, что narx bu kelayotgan hafta mobaynida qayerga qarab yurish to'g'risida sizlarda bias paydo bo'ladi. Va undan keyin har doim esinglarda bo'lsin, masalan bitta cycleda sequential SMT ko'rdinglarmi? Stage 2 uchun undan keyingi keladigan ikkita cycle valid hisoblanadi. Uchinchisi emas. Sizlar masalan weekly cycle ko'rdinglarmi? Undan keyingi keladigan daily va 90 minutli cycle valid hisoblanadi. Micro emas. Tushunarli? Xuddi shu holatda mana yozib beraman. Hop. Masalan daily cycle sequential SMT ko'rdinglarmi? Bu stage 1 ga kirsa, undan keyingi keladigani 90 minutli cycle sequential SMT bu stage 2 ga kirsa, agarda 90 minutli bo'lmasa, unda micro cycle sequential SMT kiradi. Tushunasizlar? Masalan aytmoqchi bo'lganim weekly cycle sequential SMT ni stage 1 da qo'llab, sizlar micro cycle stage 2 ga qo'lla olmaysizlar. Weekly ko'rdinglarmi? Ikkinchi stage uchun yoki daily yoki 90 minutli cycle ishlatishingiz kerak. Bu ya'ni zanjir bir-biriga bog'liq bo'lgan narsa. Yoki monthly cycle. Mana shuni yozib ketaylik. Monthly cycle sequential SMT bu stage 1 deb oladigan bo'lsak, ikkinchi cycle uchun bizga weekly cycle sequential SMT bu stage 2 da o'tadi. Yoki weekly bo'lmaydigan bo'lsa, unda daily cycle sequential SMT bu stage 2 ga o'tadi. Tushunasizlar? Monthly ni olib turib, sizlar aytaylik 90 minutli cycleda ikkinchi stage yordamchi sequential SMT ni ola olmaysizlar. Kelinglar shuni marketda ko'ramiz. Xo'p. Bizda juma kuni va dushanba kuni orasida sequential SMT bor. To'g'rimi? Hop. Dushanba va juma va dushanba orasida. Bu weekly cycle sequential SMT ya'ni stage 1 ga o'tdi. Va weekly cycle sequential SMT ko'rdikmi? Bo'ldi. Keyingi kun mobaynida, aynan o'sha kuni va keyingi kun mobaynida qayerga qarab narx yurishini ya'ni o'zimizga map qilib olamiz, to'g'rimi? Bo'ldi, weekly cycle ekan. Ya'ni men aynan shu kuni va kelasi kuni mobaynida sell ga pozitsiya qidiraman. Tushunasizlar? Endi stage 2 ni qanaqa topamiz? Masalan, mana shu week dan keyin bizda weekly cycle hosil bo'ldi. Va undan keyin weekly cycle stage bo'lib, undan keyin nimaga tushaman? Daily cycle yoki 90 minutli cycle ga tushaman. Aynan shu yerda boya gaplashganimiz intermarket sequential SMT da stage 2 ni topib olamiz. To'g'rimi? Bond market orasida bizda sequential SMT bor. Bu stage 2 ga o'tadi. Intermarket sequential SMT holatini ko'rganmiz. Bu stage 2 ga o'tadi. Уже sizlarda mana shu katta cycle da, ya'ni weekly cycle da hosil bo'lgan sequential SMT ni aynan ikkinchi stage sizlarga
confirmation sifatida o'tab beradi. Ya'ni o'sha pechat bosildi, selga o'sha joy qidirsak bo'ladi. To'g'ri? Mana shunaqa tushunsak bo'ladi. Aynan o'sha uchun ham bizaga sequential SMTdan foydalanib trade qilmoqchi bo'lsanglar, aynan o'shaning uchun ham bizaga stage'lar kerak. Bu juda muhim narsa. Va masalan, aytaylik, faqat ikkita dona stage o'ziga yetarlimi degan savolga ha, ikkita dona stage sizlarga yetarli. Lekin ya'ni trade'da aynan tochkasiga urmoqchi bo'lsanglar, aytaylik, uверенный bo'lib kiraman desanglar, xohlasanglar 4 ta 5 ta stage ishlatsanglar ham bo'ladi. Bu haqida Xudo xohlasa keyingi darslarda gaplashib o'tamiz. Men sizlarga stage'larni o'zi ma'nosini nimaligini tushuntirib bermoqchiman. Hop. Stage birimiz hosil bo'ldimi? Masalan, men buni olib turaman, qaranglar. Stage 1 hosil bo'ldimi? O'tkazib yubordik deylik. Daily cycle intermarket sequential SMT o'tkazib yubordik va narx pastga qarab yurishni boshladi. To'g'rimi? Opening bell'ni kutdinglar deylik. 9:30, ya'ni market ochilishini. Market ochildi. Mana shu joyga o'tkazib yubordik sell olishga. Допустим, yukida kutdinglar. Va narx bu yerda consolidationga tushib, opening bell'dan keyin 9:30 dan keyin narx tepa past bo'lib yurib, tepaga qarab yo'nalishini o'zgartirdi. Bu yerda masalan aytaylik, men buni ko'rgandan keyin bo'ldi. Manda 9:30 ochildi, manipulation pastga berdi narx va change in the state of delivery ko'rdik. Change in the state of delivery dan keyin aynan mana shu LFG ni ichida men buyga kiraman deb допустим o'ylaydi ko'pchilik. Lekin bizda aynan shu yerda oxirgi stage, ya'ni oxirgi shans sellga kirib olish kerak. Bu yerda nima bor edi o'zi bu? Yana ham chuqurroq kiramiz. Ya'ni 90 minutlik cycle'ga o'tamiz. 90 minutlik cycle'ga o'tadigan bo'lsak, New York sessiyasini 3 va 4 sessiyasida bizda sequential SMT bor. Ya'ni narx kuchli pastga qarab yurishni boshlashdan oldin. 3-cycle'da eng yuqori nuqtasi va 4-cycle'da S&P'ga qaraydigan bo'lsak, 3-cycle eng yuqori nuqtasini 4-cycle'da biz o'tolmaganini ko'ryapmiz. To'g'ri? Lekin Nasdaqda biz o'tgan xuddi. Buni 3-stage sifatida qo'llasanglar bo'ladi. Agarda buni o'tkazib olgan bo'lsanglar, ya'ni daily cycle 2-stage sifatida aynan shuni qo'llasanglar bo'ladi. Va shu narsani men mana bu yerda tushuntirishga harakat qildim. Ya'ni weekly cycle sequential SMT, masalan daily cycle yo'q deylik, u yerda intermarket sequential SMT yo'q deb o'ylaylik. Va keyingi qiladigan ish, masalan daily cycle'da kutib o'tirish shart emas. Sababi New York sessiyasi kirib keldimi? London va New York sessiyasi orasida daily cycle ko'rmaydigan bo'lsanglar, 90 minutlik cycle'da sequential SMT kutsak bo'ladi va o'shaning uchun mana misol uchun stage 1 ga kiradi, 90 minutlik cycle stage 2 ga kiradi, ikkinchi stage ga kiradi. Va aynan shu 90 minutlik cycle sequential SMT bizani o'sha oxirgi stage'imiz, oxirgi shansimiz sellga kirishga. O'sha u yog'iga masalan sequential SMT'dan ko'rdinglar, confirm oldinglar, hammasi po planu ketdimi? O'sha trading planinglar bo'yicha ketdimi? Ya'ni kirish nuqtalari endi o'zinglarni ixtiyoringiz. Xohlasanglar yana o'tamiz, xudo xolasa o'sha post qo'yganim masalan consecutive, ya'ni ketma-ket keladigan sequential SMT ko'radigan bo'lsanglar close ko'rishinglar kerak, lekin consecutive, ya'ni keyin keladigan srazi keladigan masalan stage ko'rmasanglar va SMT skip qilib turib 90
to'qsonlikdan foydalansanglar, unda close shart emas degan. Mana shu temalarni yana o'tamiz xudo xohlasa. Lekin bugungi darslikdan eng muhim oladigan narsalar, ya'ni stagelar muhimligi to'g'risidagi ma'lumot. Va masalan, hamma narsa confirm bo'lgandan keyin xohlaganinglar o'zinglarni trade qilish, o'zinglarni shu entry texnik kirish texnikalaridan foydalansanglar bo'ladi. Masalan, tepada kirsanglar bo'ladi yoki changing the state of delivery yoki mana shu IFBG da kirsanglar bo'ladi, ya'ni sellga. Bu yog'i ya'ni определенный kirish nuqtalari degan narsa yo'q. Bu yog'i endi o'zinglarga havola. Lekin sizlarga bermoqchi bo'lgan narsam aynan mana shu stagelari to'g'risida va sequential ascending turlari haqida. Hop, yana bitta qaytarib o'tamiz. Sequential ascending turlari, ya'ni oddiy regular sequential SMT, hidden sequential SMT bo'ladi. Ya'ni berkingan, ya'ni faqatgina tanalari orasida, candle tanalari orasida hosil bo'ladigan sequential SMT va intermarket sequential SMT. Tushunasizlar? Marketlar aro hosil bo'ladigan sequential SMT. Yana bitta tema o'tilgani, ya'ni sequential SMT ning turlari, ya'ni stagelar. Masalan, monthly cycle sequential SMT ko'rdikmi? Birinchi stage uchun, ikkinchi stage uchun yoki weekly yoki daily ishlatamiz. 90 minutligimiz. Weekly cycle sequential SMT stage birinchi stage uchun qo'llaydigan bo'lsak, yoki daily stage yoki 90 minutlik cycle sequential SMT qo'llaymiz. Micro emas. 90 minutlik daily cycle sequential SMT ko'radigan bo'lsak, birinchi stagega kiradigan bo'lsak, ikkinchi stagega 90 minutlik cycle sequential SMT yoki micro ko'ramiz. Tushunarli? Ya'ni mana shular muhim. Aynan shular muhim. Yana qaranglar, men bitta ham bitta narsani aytib o'taman. O'tgan haftada chorshanba va payshanba kunlari narx o'sha bottom yasagan, to'g'rimi? Narx kuchli tepaga qarab yurishni boshladi. Bu yerda nima sabab bo'lgan? Masalan, aytaylik, bizda bu yerda weekly cycle yo'q. To'g'rimi? Har bitta assetda chorshanba kungi low'i bizni o'tmagan. Lekin intermarket qo'llaydigan bo'lsak, bizda nima bor bu yerda? Bizda bond market orasida sequential SMT bor. Tushunasizlar? Va o'shandan keyingina indeks market tepaga qarab yurishni boshlagan. Aynan shu sabab. Aynan mana oila orasida ham sequential SMT bo'ladi bu. Nima deydi? Regular sequential SMT. Bu clear, ya'ni aniq tiniq narx yo'nalishini o'zgartirish kerak bo'lgan joyi edi bu yerda. Chunki iyul oyi Nasdaqda bizni pastda bizyapti. Lekin S&Pda bundan bo'ladi. Va aynan shu change the state of deliverydan keyingina narx o'zini yo'nalishini o'zgartirib tepaga qarab yurishni boshlagan. Xo'p, o'rtoqlar, ma'lumot bera oldim deb o'ylayman va shu o'rnida aytib ketay, ya'ni gaplardan foydalanish to'g'risida ham 90 minutlik cycle, o'sha gapirishgan 90 minutlik cycle'imiz aynan mana shu gap ichida hosil bo'lgan. Kanalga tashlab qo'yganman, gaplar bilan ishlash qaysi gap ichida, qaysi time frame gap ichida, qaysi cycle sequential SMT ishlatish to'g'risida ma'lumot ham bor. Aynan mana shu ya'ni live examplesdagi 1 soatlik time frame ichida bizda
nima bor? 90 minutlik cycle sequential SMT bor. Va shu yerdan keyin narx pastga qarab o'zini yo'nalishini davom ettirgan. Hop, agarda masalan sizlarga aytmoqchi bo'lganlar qanaqadir ma'lumotlarim a, esimdan chiqqan bo'lsa yokida qoldirib ketgan bo'lsam, albatta keyingi videolarda Xudo xohlasa yanayam ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman va buyog'iga nasib qilsa sizlar bilan yanayam chuqurroq ishlashga, ko'proq video chiqarishga harakat qilaman aynan shu sequential SMT stagelari haqida. Bundan keyingi bo'ladigan darslikda Xudo xohlasa sizlar bilan PSP Precision Swing Point temasi haqida podrobno gaplashamiz. Uni time framelari qanaqa qo'llash kerak, hammasi haqida yana Xudo xohlasa batafsil bir darslik tayyorlayman. Xo'p, foydali bo'ldi degan umiddaman. O'zinglar ustinglarda yana ishlanglar, bu narsani qo'llanglar. Masalan, bitta stage ko'rdinglar, masalan aytaylik weekly cycle sequential SMT 1 soatlik time frame o'tinglarda, kunlar orasida sequential SMT topinglar va ya'ni xuddi shunaqa tartibda 90 daily cycle yoki 90 minutlik o'tib ko'ringlar. Tushunyapsizlar? Yokida 15 minutlik time frame o'tib daily cycle ko'ringlarda, undan keyin 90 minutlik cycle topishga harakat qilinglar. Foydali bo'ladi, albatta foydali bo'ladi. Hop, ayamasdan vaqtinglarni ayamasdan bu videoni ko'rgan bo'lsanglar, alohida rahmat va sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.